Jinnimi siz qanaqa xodima? Men uyimda xodim. Krediti to'landimi? To'landi. Kafilligini ham to'ladimi? To'ladilar. O'zi shunaqa bular kreditni olishga oladi, to'lamay yurishadi. Mana shunaqa qilib undirish kerak bulardan. Bo'pti Erjon. Nima bo'lyapti? Nima? Uchun juda muhim kun. Chunki bugun men blogerlar taqdirlovchi joyga boraman, ya'ni meni taklif qilishgan va borgandan keyin men o'tda yil kashfiyoti, ya'ni yilning eng yaxshi bloger bo'lishi mumkin. Ya'ni o'tda men nomzodimam qo'yilgan va men eng ko'p ovoz yiqqanman. Nuda, men o'tda eng ko'p ovoz yiqqan insonman, chunki aktivim moshning bo'yicha obunachilarimga alohida lekin baribir ham menga bermasliklari ham mumkin, ya'ni bu tarafi ham bor. Va shuning uchun ham ko'ramiz, qani menga bu yilni, ya'ni 2024-yilni yil kashfiyot, ya'ni bu yil eng portlab chiqqan bloger degan vohimali nominatsiya menga berishadimi yo'qmi? Buni albatta blog davomida ko'rasizlar. Bilaman, hammanglar qiziqasizlar va birinchi marta umrimda blog qilaman. Albatta qo'l-qo'l like bosib, buni aktiv qilib tashlang va ana endi bo'lmasa video boshlandi. Nihoyat o'rtoqlar, bo'lmasa men kunimni har doimgidek choy ichish bilan boshlayman. Shu uchun ketdik bor. 2 qultum choy ichib, shundan keyin sekin ko'chaga chiqib ketaman. Har doim shunaqa. Turaman, choy ichaman, ko'chaga chiqib ketaman. Agar montajim bo'lmasa. O'rtoqlarim, ertalabdan men просто choy ichaman. Boshqa nimadir qo'shmasdan aslida. Xullas, meni kunim aslida shunaqa boshlanadi. Ya'ni men bunaqa ertash turmayman. Masalan, hozir ertalab 8 bo'lsa, men aslida 12-1 da turaman. Lekin bugun men uchun bu aytganim muhim kun bo'lgani uchun va yana hozir bugun bizdan juda ham ko'p boshqa ishlarimiz ham bor. Ya'ni biz hozir parkka boramiz. Ya'ni parkda eng qo'rqinchli attraksionlarga uchamiz bolalar bilan. Mana kimdir kurslashmoqchi ekan. Ko'ramiz. Va undan keyin meni so'mkaga chaqirishgan futbol bo'yicha, o'tda ham futbolni challenge tushib kelaman va o'tdan chiqib men o'sha blogerlarni taqdiruvchi, bilet qo'lim kim qoldi. Evet, ga boraman. Va xudo xolasa video davomida ko'rasizlar, men o'tdan eng yaxshi bloger degan narsani olaman va eng qiziq men borgan joyda bor. Hamma ketdi, hamma endi mashina chiqamiz. Va endi o'zim o'rtoqlar ketdik. Davay. Maqsud eshik ochib beraman, ha? Endi boshliq oldin o'tiradi. Boshliq orqada o'tiradirmidi? Ha. Bizlarga oldinga o'tiradi. Va o'rtoqlar bizga boradigan birinchi lokatsiya bu Dream Park. O'rtoqlar bizlar endi parkka keldik va endi hozir ichariga kirib, eng qo'rqinchli attraksion dechamiz parkdagi. Va undan keyin hozir so'mga ketishimiz kerak.